Tezkor xabar: dollar kursi 12 ming so'mdan oshdi. Assalomu alaykum qadrli Oper.uz kanali a'zolari va bizning tasodifiy tomoshabinlarimiz. Qadrli do'stlar, dunyo va O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklarni bilib olish uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib, videomizga bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Demak, biz boshlaymiz. Markaziy bank tomonidan 1-iyun kuni amal qiladigan yangi valyutalar kursi e'lon qilindi. Unga ko'ra, AQSh dollari 4 so'm 11 tiyinga ko'tarilib, 12.1 so'm 94 tiyinni tashkil etadi. Yevro kursi esa 5 so'm 99 tiyinga oshib, 13.973 so'm 86 tiyinni tashkil etadi. Rossiya rubli 64 tiyinga pasayib, 166 so'm 67 tiyin etib belgilandi. Shunday qilib, dollar kursi yana 12 ming so'mlik chegaradan yuqorini qayd etdi. Valyuta bozoridagi o'zgarishlar tadbirkorlar, investorlar va oddiy fuqarolar tomonidan diqqat bilan kuzatilmoqda. Sizningcha dollar kursi yaqin kunlarda yana oshadimi yoki pasayadimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib va Oper.uz kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Eng so'nggi yangiliklarni bizdan kutib qoling. Xayr, salomat bo'ling.